Bahor deganda barchamizning ko'z o'ngimizga albatta birinchi bo'lib Navro'z keladi. Sababi bizning barcha urf-odatlarimiz, an'analarimiz aynan mana shu bayramda mujasssamdek go'yo. Milliy taomlarimiz deysizmi, milliy o'yinlarimizmi? Xullas, o'zligimiz aynan mana shu bayramda mujassamdir. Navro'z keldi jahona. Navro'z deganda o'zini qo'shig'ilari, varre, uchirishlar, sumalaklar qilib, ko'ksimsalar qilib, yotib olib, qozonni tegini qoshiq olib tushib olib, o'yib yer deydi. Bolaning joyiga qo'yganmiz. Lanka o'ynalgan. Ishtirokchilarimizga ayrim shartlarni bajartirishga qaror qildik. Ko'ramiz, ularning qay birlari bu shartni yaxshi uddalashadi. Bahor mavsumiga sho'x qo'shiqlar. O'zing o'ylanmanga nima bor ko'changda degan yangi sho'x ashula milliy. Bugun ko'rsatuvimizga iste'dodli yigitlarimizni taklif etganmiz. Ular elimiz sevgan san'atkorlarning munosib davomchilari, ya'ni farzandlaridir. Ularni ham xalqimiz juda yaxshi ko'rishadi, chunki ular o'zlarining go'zal qo'shiqlari, chiroyli ijrolari bilan muxlislar mehridan qozonib kelishmoqda. Demak, ular bilan bayramona diydorlashamiz va suhbatlashamiz. Navro'z deganda birinchi o'rinda o'sha ertalabdan tong sahardan qushlarning sayrashi, qaymoq nonlar issiqqina, varre uchirishlar albatta. Supa deydimi, karavatlarda yosh kattalar o'tirib, borib ular bilan duoligini olib, gaplashib, suhbatlashib, undan tashqari Navro'z o'zini qo'shiqlari, o'sha retro eski ustoz san'atkorlarning qo'shiqlari radiolarda, televideniyada butun hamma yosharish mana daraxtlar gullagani. Biz endi domda tug'ilib katta bo'lganmiz-da. O'sha domda ikkita dom bunaqa ro'para katta bo'lganmiz. O'sha yerda u paytda kichkinaligimda ana o'choq qozonda qilinadi. O'sha o'chog'i bo'lmasdi, yerga ko'miladi. Domni agarotida yerga ko'mib, o'sha qo'shnilarimiz sumalak qilardi. Endi domda biza san'atkorimiz apparatlar o'rnatamiz, adam dijur. O'yin kulgi mana shunaqa bo'lib katta bo'lganmiz. Hozirgacha o'sha narsalarni uyda yig'lab eslaymiz shu narsalarni. Shunaqa bo'lardi, shunaqa sumalaklar bo'lardi deb. Endi hozir hamma bu yoqqa ko'chib ketgan qadrdonlarni eslashadi, eski qo'shnilarni eslaymiz. Shunaqa katta bo'lganmiz. Kichkina bo'lganmiz, yotib olib, qozonni tegini qoshiq olib tushib olib, o'yib yer deydi. Shunaqa voqealar ko'p bo'lgan. Boshqa qishloqlar Navro'z bayramlariga borib xizmat qiladigan bo'lib ketdik. Navro'z bayramlarida o'zimiz uyimizda kam o'tkazamiz shu bayramni. O'sha bayram o'tgandan keyin bu bayramni o'tkazib yubordik, endi bitta nishonlik turib, oilaviy o'tirib yig'ilib qolmasak, lekin hali hamma qarindosh urug'lar yig'ilib, sumalaklar qilib, shunaqa narsa qilmadik. Ancha yildan beri planda bor. Navro'z o'z nomi bilan yangilanish, yosharish deb aytishadi bizdan kattalar, shunaqa deb eshitib kelganmiz shu paytgacha. Shu qanaqadir boshqacha bo'lib ketaman men. Qarindosh urug'lar bilan mahalla ko'yda baribir Xudo edi bizada. Hamma yig'ilib, sayllar bo'lardi. Varrelar churardik. Shular ko'z o'ngimga keladi ko'pincha. Men o'zimga ham jiyanlarim iltimos qilishadi, qilib beraman. Varre churamiz birga. Endi sal men shu kunisini kutib turdim, so'qoqqa chiqib kelamiz Parkent tarafga ko'pincha. Bizning oilamizda Navro'z asosan shu qarindosh urug'lar bilan, hamma yaqinlar bilan bo'lib o'tadi. Shu sumalaklar qilib, ko'ksimsalar qilib, shu o'zimizning urf-odat an'analarimizga sodiq qolgan holda yig'ilishib, ko'pchilik bir didorlashib o'tkazamiz Navro'z bayramini. Varre uchirardik, sumalak qilinadi. Endi biznikida shu oilaviy shu bayram qilib, chiroyli taom tayyorlanib, uyda mehmonlar kelishsa, mehmonlar bilan, qarindoshlar bilan, o'sha sinfdoshlar bilan asosiy esda qolgani uyimizda qilganimiz, bolaning joyiga qo'yganmiz. O'sha lanka o'ynalgan, kamondan o'q otish, mahallaga mahalla urushlar ham bo'lardi. Shu oddiy chiroyli bolalik bo'lgan. Buning uchun endi Matsiola otamizga rahmat aytamiz.
bahor mavsumiga sho'x qo'shiqlar. O'zing o'yla, menga nima bor ko'changda degan yangi sho'x ashula qo'yaman. Nima bor ko'changda o'zi? Ko'changda deb qo'ysa ham bo'ladi. Endi so'zini shunaqa aytdim. O'zing o'yla, menga nima bor ko'changda degan yangi sho'x ashula milliy. Xudo xolasa taqdim etamiz. Qalaysan deb nomlangan yangi sokin tarona, sevgi muhabbat to'g'risida. Uni hali premyera qilmadim. Mana shu bir hafta 10 kun ichida premyera qilaman. Undan keyin hozirgi aytgan sho'x qo'shig'im orqasidan tayyorlaymiz. U ham jarayonda hozir. Aslida do'stlikda ham yengilliklar shu ijod, bu yil o'zi shu ijodga ko'proq e'tibor qarataman. Kliplar ko'proq olamiz, qo'shiqlar, keyin eski o'sha biz kichkinaligimizda yaratgan qo'shiqlarni boshqatdan restavratsiya qilib kuylash planlari bor. Adamda ham shu ijod. Bo'ydoqni bo'ydoqdan nima farqi bor? Yaproqsiz yantoqdan nima farqi bor? Erta kech qaytaman boraman desayt, janubi shimoli g'arbi sharqi bor. Men hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Ma'naviyat va ma'rifat markazi ansambl xonandasi bo'lib faoliyat olib boryapman. Ishxonamiz bilan ham biz ham shu bahor kelishi bilan xalqimiz tadbirlariga xizmat qilishga shaylanamiz ko'pincha. Ham shu bayramona ruhda ijod ustida ham ish olib boryapmiz hozirda jamoamiz bilan. Unutmang vatan ulug'vor, kelajak ishonli u buyuk diyor. Milliy gvardiya eng sara armiyam, Milliy gvardiya. O'zbekiston davlat konservatoriyasini bitirganman maqom xonandaligida. Shu an'anaviy yo'nalishda ham dars olganmiz. Hozirda endi zamonaviy estrada, milliy estradada ijod qilyapmiz. Yaqin kunlarda nasib qilsa Dugonang degan milligoni ko'tarinki ruhda bir qo'shiq qildik. Sevikligim dugonang buncha menga boqadi, shundoqqina yoningda qoshlarini qoqadi. Sevikligim dugonang buncha menga boqadi, shundoqqina yoningda qoshlarini qoqadi. Tunov kuni Chorboqqa u keldi, sen kelmading. Bugun qo'ling ushlasam g'ash keldi bilmading. Tunov kuni Chorboqqa u keldi, sen kelmading. Bugun qo'ling ushlasam g'ash keldi bilmading. Ey kim o'zarga o'ynaydi janonlar janonasi, ayyor bo'lar sho'x bo'lar qiz bola dugonasi. Kim o'zarga o'ynaydi janonlar janonasi, ayyor bo'lar sho'x bo'lar qiz bola dugonasi. Konsert harakatlari, chunki endi jonli ijroda dadam bilan katta mehnat talab qilinadi baribir. Bu safar endi retro konsert, o'sha dadamning ijodlarini 30 yilligi turib retro konsert bo'lyapti. Muxlislar bilan birga kuylanadi endi. Go'zal qizlar ichra barno, suluksiz mohira, yuragimda muhrlangan o'chmas izsiz mohira. Mohira, 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 izlab topdim oxira. Yangi sho'x qo'shiqlar ham bor, milliy qo'shiqlar ham bor. Bir 8 ga yaqin yangi qo'shig'imiz turibdi. Birma-bir o'sha sho'li o'ylab turib, o'sha kliplarni ham hozir g'oyalarimiz ustida o'tiribmiz. O'sha keyin bitta-bitta muxlislarimizga albatta taqdim qilamiz xudo xolasa. Toshkent markazida deb nomlangan sho'x qo'shig'imiz xudo xolasa eshitsa ham bo'ladi, o'ynasa ham, raqsga tushsa ham bo'ladi. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Mo'jizali mo'jaz tosh, yo'llarimga bo'l sirdosh. Bir umrmush tog' o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Mo'jizali mo'jaz tosh, yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umrmush tog' o'tdim, tugadi tog'dek bardosh.
Azizlar, bugun ko'rsatuvimizning bayram soni bo'lganligi uchun ishtirokchilarimizga ayrim shartlarni bajartirishga qaror qildik. Demak, ota-bobolarimiz avvallari chimlar ustida to'p o'ynashgan ekan, lekin bugun biz boshqacharoq ularga shart berdik. Ya'ni mana shu koptokni oyoqlarida tepishadi, havoda yerga tushirmasdan bir necha bor tepishlari kerak bo'ladi. Va biz bolaligimizda chillak o'yini ham o'ynaganmiz. Aynan mana shu o'yinni ham ularga bajartirib ko'rdik. Qani ko'ramiz, ularning qay birlari bu shartni yaxshi uddalashadi. Chillak shartini birinchi bo'lib Islomjon Farmonov boshlab berdi. Qarangki, u 1-2 urinishda o'yin muhitiga moslashib oldi hamda 5 marta tayoqni nishonga tekkiza oldi. Sardor Rasulovning ham bolalikdagi xotiralari jonlanib, qo'liga tayoqni olib nishonni poylashni boshladi. Sunnatulla Do'stov esa avvaliga u qadar o'yinga kirisha olmadi, ammo biroz vaqt o'tib, o'zi ham shart bajarishga qiziqib ketdi. Ilhom Aloxonov ham qolganlardan ortda qolmasligi uchun shartlarni o'z o'rnida bajarishga harakat qildi. Menimcha, bolaligidan futbol o'ynamagan yigit bo'lmasa kerak. Koptokni ko'rib, xonanda yigitlarimiz o'zlarini ushlab tura olishmadi. Bu shartni ham qarangki, birinchilardan bo'lib Islomjon Farmonov boshlab berdi. Sardor Rasulov esa sport kiyimida to'p tepsam yaxshi bo'lardi deya bizga ishora qilib qo'ygan bo'lsa, Sunnatulla Do'stov o'zi futbolchi bo'lsa-da, bu shartni bajarishga oyoq kiyimi biroz noqulaylik tug'dirganini aytib o'tdi. Ilhom Aloxonov esa bu shartni bajarishga biroz tortindi shekilli. Keling, yaxshisi o'rniga qo'shiq kuylab beraman deya o'zining yangi qo'shig'ini xirgoyi qilib berdi. Canon bo'laman deb hamani kuydirasanmi? Kuygan bu faqirlarni yana yondirasanmi? Ko'rsatuvimizning bayram soni bo'lganligi sabab biz bugungi mehmonlarimiz bilan ayrim quvnoq shartlarni bajaryapmiz. Demak, hozir ham ular ruscha so'zlarning o'zbekcha muqobilini topishlari kerak bo'ladi va biz boshlagan maqollarni davom ettirishlari kerak bo'ladi. Ko'ramiz, bu shartni ular qay darajada uddalasharkan. Astanovkani o'zbekcha varianti. Bekat. To'g'ri. Astanovka, shoxobcha. Yo'q, yaqinroq kelamiz. Lyustra. Qandil. Voy, bular keldi qoyil. Lyustra. Qandil. Astanovka o'zbekcha muqobil qanaqa bo'ladi? Bekat. Juda to'g'ri. Lyustra. Anaqa yoritqichmi? Astanovka. Bekat. To'ppa to'g'ri. Lyustra. Bilasiz. Qandil. To'ppa to'g'ri. Do'konga kirganda biz aytamiz shu biror ichimlikni vitrinada turganidan olib bering, iliqrog'ini deymiz. O'sha vitrina so'zini o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Tokcha bo'ladi menimcha. Vitrinani o'zbekchasi polka desam. Demayapti, baribir. Peshtaxta. To'ppa to'g'ri, bular keldi. Kran, jo'mrak, biz suv ochamiz. Oy, aytib qo'ydim. Kran. Rahmat. Ana, o'zim ham javobini berib qo'ydim, ko'rdingizmi? Qanchalik yordam beryapman sizga. Jo'mrak. Ha, Jo'mrak. Jo'mrakni ochvar bo'ladi. Skvoznak. Hech eshitganmisiz? Eshitganman. Sal eslolmayapman, lekin bu. Aytib qo'ya qoling uni. Yelvizak. Yelvizak. Yo'q-a? Yel. O'sha yel so'zidan olingan. Ketdik, yel. Davom etamiz. Yelpig'ichmi? Yelvizak. Yelvizak. Yaqin keldingiz, mayli qabul qilamiz. Turmizak, yelvizak qilib qo'ygan ekan. Shamol. Sinonimlari: shamol, shabada. Shabada, shamol. Nima esadi yana? Bo'ron.
Yo'q, yo'q. Yeluzak. Ha, to'ppa-to'g'ri. Mana kitob o'qinglar-da, chunki biror mahsulot olayotganda svejiymi deymiz. Qanaqa bo'ladi o'zi? Barra. Juda yaxshi. Svejiyni o'zbekchasimi? Masalan, kabobni yonida ko'p ishlatiladi. Palonchi kabob deymiz, shunaqa. Uni ham o'ylab Aynamagan. Yengi deymizmi? Yengi. Barra bo'lar ekan. Barra. Barrasidan deb. Yangiga yaqin. Yangi, to'g'ri. Keyin yana barra. Barra. Barraligini bilmasdim, svejiy barraligini bilmasdim. Ofitsiant mana bizga kafeda, restoranda odatda ofitsiant xizmat qiladi, o'zbekchasi. Girgitton. Ofitsiant hozir. Ko'p borasiz, ko'p. Xoqindiqmi? Girgitton. 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 Aha, bilar ekansiz. Televizor biz har kun ko'radigan. Oynaga jahon bo'ladimi? Ha, to'g'ri. Oynayi jahon. Ha, to'ppa-to'g'ri. Oyna. Ha, to'g'ri. Yog'i oynayi Jahon. to'ppa-to'g'ri. Oyna jahonmi? Konfet. Qand. Yo'q, qand boshqa narsa. Rus kinoijodkorlari tomonidan, ammo o'zbek tiliga dublyaj qilingan bir film bor. O'shanda juda ham bir bezori bola bo'ladi. O'shanga shu taklif qiladi. Men senga agar shu shartni bajarsang, mana shundan beraman. Shirinlik bo'lmaydi. Yo'q, shirinlik emas. Obaki. Obakidan. Obaki dondona. Yo'q, ha? O'sha bizda konfet ekan. Ey bola! Obaki dondondan yeb, bizni aravada aylanib kelishni xohlamaysanmi? Qand. Yo'q. Qand oladida. Qand boshqacharoq, nima shunga yaqinroq. Obaki dondon. Ha? Shu filmni eslatsam Kinodan eslatdingiz. Ha? Kamp. To'ppa-to'g'ri o'zbekchasiga kamp bo'lib qo'ya qoladimi? Kamp. Nima bo'ladi? Konfet. Qand. Yo'q, boshqacharoq bo'ladi. Qand bor. Juda ham bezori bor bo'ladi. Ha. Juda to'g'ri topdingiz. Nima ekan? Obaki dondon. To'ppa-to'g'ri. O'zimiz har kun foydalanadigan tapichka deymiz. Tapichka. Shippak. Yaxshi. Uni poylab onalarimiz mana sanga deb otishardi yoshligimizda. Tapichkami? Ha, yo'q, o'shani, o'zbekcha varianti. Shippak. Ha, to'ppa-to'g'ri. Patolog, xonaning patolog. Ha, juda to'g'ri. Ship. Ochki. Ko'zoynak. Yaxshi. Ko'z. Ha. Oynak. To'ppa-to'g'ri. Ko'zoynak. Bo'ldi. Yaxshi. Ko'zoynak. Endi maqola aytaman, siz uni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Yaxshidan bog' qoladi. Yomondan dog'. Bilagi zo'r birni yiqar. Aqli zo'r mingni. Bilimi zo'r mingni. Yaqin keldingiz, yaxshi. O'zingga ehtiyot bo'l. O'zgani o'g'ri tutma. Kimmi? Yoningizda kim yashaydi? Do'st. Qo'shningni o'g'ri tutma. Ha. Pichoqni avval o'zingga ur. Og'rimasa keyin birovga. Aha. Hop, uzoqdagi qarindoshdan. Yaqindagi qo'shni yaxshi. Aha. Bilmaganni so'ragan olim. Bilmasdan so'ramagan zolim, o'ziga zolim. Orlanib so'ramagan o'ziga, to'g'ri. Aha. O'ynab gapirsang ham. O'ylab gapir. To'g'ri. Kamtarga kamol. Manmanga zavol. Hammasini bilar ekanlar. Bilmaganni so'ragan olim. Bilmaganni so'ragan olim, bilmaganni so'ramagan zolimmi? Ha, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Yaqin keldingiz, mayli. Aha. O'ynab gapirsang ham. O'ylab gapir. Yaxshidan bog' qoladi. Yomondan dog'. Endi maqol aytaman, maqolni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Oltin olma, duo ol. Duo oltin emas-ku. Juda ham yaxshi. Birni ko'rib fikr qil. Davomi? Birni ko'rib shukur qil demaydimi? Mingni ko'rib Ha, mingni ko'rib shukur qil bo'ladimi? shukur qil. Ha, to'g'ri aytdingiz. Ha. 7 o'lchab, Bir kez. ha, osonroq. Ish bilganga 1 tanga, Til bilganga 10 tangami? 1000 tangdan. hammasini kamaytirib yutar ekansiz, minglari qolib ketyapti. Mehnat bilan topganing, Qandu navot totganing, ha, qandu asal totganing. Qandu asal Yaxshi, totganing. yaqinroq keldingiz. Avval o'yla, Keyin gapir. keyin so'yla. To'g'ri. Keyin so'yla. Sinonim etdilar, mayli, qabul qilamiz. Xo'p, husn to'yda kerak. Husn to'yda kerak. Aha. Nima kunda kerak? Esmaganmisizmi maqolni? Yo'q, to'g'ri aytasiz. Bo'pti, o'z uchun bilib olasiz. Husn to'yda kerak, aql kunda. Birni ko'rib fikr qil, Birni ko'rib shukur qil. mingni ko'rib. Ha, mingni ko'rib shukur qil. Aha. Ish bilganga 1 tanga. Gap bilganga Aha. Necha tanga? million tanga bo'ladi. 1000 tanga, mayli, o'zlari ham 1000 maqol. tanga. Yaxshi. Eng ko'p milliy an'analarimiz, milliy urf-odatlarimiz aks etgan filmlar yoki film.
bor shunaqa filmlarimiz. Ko'rgansiz, o'zi badiiy film tomosha qilasizmi? Xo'p, bu qaysi film? O'tgan kunlar, Xo'p, shum bola, xo'p, to'g'ri. Yana keyin to'ylar muborakda ham bor ozgina, Dorvozda o'ylagan joylari bor. to'g'ri, to'g'ri, xo'p. Kim oladi yoshginani yodigan o'yin bor. Kim oladi yoshginani yodigan o'yin bor. Uning ichida yaqinroq yordam beraman. Doston Ubaydullayev rol ijro etgan. Anaqa tangi topdi. Tangalik bolalar. Tangalik bolalar. Va Chimildiq filmida ham haqiqiy bizni milliy an'analarimiz o'zi eski kinolarimizni ko'p joyida baribir epizodlar bor shunaqa milliy ishlatilingan. Qaysi badiiy filmda bizni milliy an'analarimiz ko'proq, shu milliy o'yinlarimiz, milliy an'analarimiz ko'proq ko'rsatilgan? Sizga variantlar bor. Oson bo'lishi uchun aytaman, yordam tariqasida bu filmda Doston Ubaydullayev rol ijro etgan. Tangalik bolalar. Bu ishtirokchimiz juda ham yaxshi bajardilar shartni. Tabriklaymiz. Hamma savollarimizga chiroyli javob berdik. Qaysi filmlarimizda eng ko'p bizning o'sha milliy urf-odatlarimiz, an'analarimizga urg'u berilgan? Qaysi filmlarda ko'rgansiz? Shum bolada. Shum bola? Navruzda anaqa o'tganda. Dori o'ynayotganda. Dorvozlar o'sha o'ynashadi. Undan tashqari o'sha nonlar yopib, bozorlar, o'sha eski qadriyatlarni ko'rgansiz. Yaxshi. Yana milliy qo'shiqlarimiz, milliy o'yinlarimiz, Kim oladi shuginani yo'q, hammasi bor o'sha badiiy filmda. Doston Ubaydullayev rol ijro etgan bu filmda. Yosh. Dostonimi? Tangalik bolalar. Ana bilar ekansiz. Mana shu filmlarimizda demak milliy an'analarimiz yorqin namoyon bo'lgan. Hit anaqalar-ku. To'lpora. Seni ayratar diyorim, sadag'ang bo'lay nigorim. Seni ayratar diyorim, sadag'ang bo'lay nigorim. Qarashing mani madorim, biz tomonga bir qarab qo'y, biz tomonga bir qarab qo'y. Seni yaratar diyorim, sadag'ang bo'lay nigorim. Qarashing mani madorim, biz tomonga bir qarab qo'y. Barcha yurtdoshlarimizni kirib kelgan Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hamisha yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Biz ham doim xizmatingizda bo'laylik. Shu bizni ko'rib turgan aziz muxlislarga, yurtdoshlarimizga hamisha Navro'z ayyomi muborak bo'lsin, xonadonlarda yaxshi kunlar bo'lsin, bahordek ochilib yurishlarini tilaymiz. Tinchlik bo'lsin, yurtimizdan qut-baraka arimasin, sog'-salomat bo'lishsin. Hammani oilasiga shunaqa bahoriy kayfiyat, bayram kayfiyat hech qachon tark etmasin, hech qachon kasal bo'lishmasin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizga shunaqa bayramlar yarashaveradi. Hammaga Navro'z kayfiyati hamroh bo'lsin. Salomat bo'linglar, o'zinglarni asranglar. Barcha mening yurtim kanalining muxlislari, opa-singil, aka-ukalarim, otajonlarimiz, onajonlarimizni Navro'z bayrami bilan chin qalbdan tabriklayman. Har doim, har kuningiz iloyim bahor bo'lsin, Navro'zdek shunaqa xursandchilik kunlar, sog'lik, salomatlikda, faqat shunaqa nima deydi, yaxshi kunlarda sizlar bilan birgalikda shunaqa ko'rishib yurishni nasib qilsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Azizlar, mana bugungi ko'rsatuvimizda ishtirokchilarimiz bilan birgalikda sizga qo'ldan kelgancha bayramona kayfiyat ulashishga harakat qildik. Xalqimizda har kuning bo'lsin Navro'z degan bir ibora bor. Har kuningiz mana shunday bayramona o'tsin, dasturxoningiz to'kin bo'lsin, xonadonlaringizdan fayz va baraka arimasin. Stimul loyihasi esa mamlakatimiz bo'ylab iste'dodli yoshlarni kashf etishda davom etadi. Mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang.